Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Komil Usmonqulov. Bugungi o'tadigan darsimiz Telepost bot saytidan botlarni deploy qilishni o'rganamiz. Xo'sh, bu saytning birinchi afzallik va kamchiliklarini aytib o'tay. Birinchi afzallik tomoni bepul hosting, ya'ni hech qanaqa server talab qilmaydi. Xohlaganingizdek 24/7 ishlab yuradi. Minuslarni aytadigan bo'lsak, sizga majburiy obuna yoki admin paneli kabilarda o'zingiz dasturlashingiz kerak. Keyin bunda asosan JavaScriptda dasturlanadi, saytda o'ziga kod yoziladi. Hozir shuni birma-bir ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan birinchi narsamiz Telegram ochib olamiz. Ro'yxatga o'tib olamiz. Botni tekshirib ko'ramiz hozir. Xo'sh, buning uchun saytga kiramiz. Brauzerga. Buni bosamiz. Bot. Birinchida turgan sayt. Bunga kiramiz. Launch debdi. Loginni bosamiz. Birinchi o'tishda bosib oling siz mana bu. Bundan keyin hozirda qidirishda bosilib sizlarga kecha aytib o'tgan ikkitagina botim ishlayapti hozir. Hozir yangi botni qo'shib ko'ramiz. Buning uchun tayyor botni olamiz. Mana bu masalan hozir Telegramda boyagi hujjatlarda nimalarni oladigan bot aytibdi. To'g'ri, mana shuni topib To'tomatik o'rnatdik. Qo'llari. Birinchi sozanlar bo'limiga o'tamiz. Bot tokeniga tokenni kiritamiz. Tokenni yangilaymiz. Undan so'ng comment o'rnatildi. Buyruqlardan o'zgaramiz. Xuddi shunday yoziladi. Botda nima deydi? Funksiyalari nima qilish kerakligi. Xuddi shunday start bosgan payti shu oynadagi funksiyalar bajariladi. Bular hammasi JavaScriptda yozilgan. Xo'sh. Hozirgi botimiz shu edi. Buni launch bot qilamiz. Launch botdan keyin shu botimizga tushgandan keyin ko'ramiz. Startda bosamiz. Shu bunga tashda boshlaydi. Endi foydalanuvchilar ro'yxatida sizda IDs saqlab qoladi. Environment variable nimadir qo'shib bo'ladi. Sozlamalar bor. Xulosa, mana bu men o'zim yozdim.